tutish orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish. Bu aslida 2010-yili boshlangan ekan. Buningga 10-15 yildek vaqt bergan ekan. Agar faqat bo'lmasa 2025-yil bo'lsak. Agar unum bermasa, anadan rasmiy vahshiy chora bilan Uyg'urlarni yo'q qilish narsa qo'llanib ekan. Agar diqqat qilsanglar, Xi Jinping 2010 yildan keyin rais bo'ldi Xitoyga. Shu Uyg'urlar haqidagi bu siyosat ijro qilinib ikkinchi bosqichga kelgan chog'da Xi Jinping taxtga chiqdi. Chiqqandan keyin buni ikkinchi bosqichiniki o'rinlanishini saqlab turmay, uchinchi bosqichga o'tibdi. Uyg'urlarni qattiq vahshiy usul bilan yo'q qilish. Aslik plan Uyg'ur nufusiniki 3dan 1 qismini turma lagerda o'ltirib tugutish, 3dan 1 qismini turmaning sirtida o'ltirib tugutish, qolgan 3dan 1 qismini to'liq assimilyatsiya qilib o'tish. Mavu o'ltirib tugutadiganlar asosan Uyg'urlar ichidagi yoki jismoniy jihatdan kuchli yoki aqliy jihatdan kuchli erlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bu shu vaqtda tuzilgan plan. Bu Mao san men 3dan 1 degan san ikkinchi qatam olishim ma'lum. Ikki yerdan oldim. Mazmun o'xshash chiqadi. Yaqinda necha haftaning oldida bizim vatanga borgan bir kishi keyin qaytib kirib ko'rgan bir ahvolni so'zlab birlanga men oldim. Ko'chaga ketsa bir seyinga kirib men senga gap qilaman, oldin qarab ketaver, men qarama. 50 yoshdan tuvan sunib ketgan erlarni tirik chiqdi deb o'ylamadi qilib ketdi endi. Shunaq bo'lganda hozir Uyg'urlarning 3dan 2 qismi tugaydi degan gap. Bu zot qancha son? Men bu to'g'ri ko'p o'ylandim. Yaqinda chet ellik Uyg'ur ziyolilari bir qatim hisoblashib qolgan. Uyg'urlarning hozir nufusi zot qanchalik deb. 50, 51, 52, 53 yillardagi nüfus bilan solishtirib, ondan keyin tabiiy ko'payish sonlari bo'yicha hisoblab, Uyg'urlarning nüfusi 20 milliondan oshadi degan. Men o'zim bir hisoblab baktım, uni taxminiy ama asosi bor hisobladim. Tabiiy o'sish Xitoyning o'sish nisbati bilan Uyg'urlarning o'sish nisbati orqali Uyg'urlarning birasi yuqori deb turib hisoblab baksam 18-20 millionda chiqqan. Agar Uyg'urlarning nüfusi 21 million deb hisoblasak, agar 3dan 2 qismi degan 14 million odam bo'lgan bo'ldi. Qolib qolgani 7 million. Men izchil turda deb keldim. O'tgan yil 9-oydan boshlab. O'tgan yil 9-oyda Al Jazeera televizorisi Nuri Turkiyal, anikin Viktor Gao degan Xitoyniki bir yuqori darajalik amaldori, anikin Mahdi Hasan uchadan bir suhbat o'tkazgan. Al Jazeera televizorida shu chaqda Viktor Gao degan Xitoy 79-yilda Deng Xiaopingga tarjimon bo'lgan Xitoy. Hammani qo'shganda Xinjiangdagi Uyg'urlarning nüfusi 6 yoki 7 million chiqadi degan shu chaqda. Degan chaqda men tushib ketdim. Mush gapni qayta nega bosam deb kelyapman hozir. Masan bundoq chiqqan son emas deb. Agar Uyg'urlarning nüfusini biz 21 million desak, 3dan 1 qismi 7 million bo'ldi. 14 million Uyg'ur o'ldirildi degan. Ishqilib aslidagi sonni masalan aniq emas degandimi? Hozir kelib qoldigan Uyg'urlarning nüfusiniki 6 yoki 7 million bo'lib qoldiganligi hozir jazmlashyotir. Mana shu o'xshamagan ekan, uchurlar asoslangan chog'da. Shunga bu hammamizningki yuksak darajada diqqatni qo'zg'atuvchi bir ish bu. 21-sila, 21-sila kuni Go'ngi videolik programmasida bir necha narsalar o'tirib qo'ydi Uyg'urlar haqida. Xitoy hukumati nayda qisqa vaqt ichida Sharq Turkistonga 30 million Xitoy nüfusini yetkazmoqchi. Ma Go'ngining degan gapi. Birinchidan 30 million Xitoyni yetkazib olib, ularga yer bermoqchi. Barliq masjidlarni chaqirmoqchi. Ikkinchidan barliq strategik qiymati bor yer va shaharlarni Xitoylarga to'liq o'tkazib bermoqchi. Shu orqali 399 ni amalga oshirmoqchi. Magab intayin muhim. Strategik qiymati bor yer va shaharlarning hammasini
Xitoy o'tkazib bermoqchi degan gap. Men buni burunmi anglagan. Bizning vatandagi shaharlardagi Uyg'urlarning hammasini yo'q etmoqchi bo'ladi. Qaysi shaklda yo'q qildi, qilolmaydi. Men bu planni burun anglagandim. Go'ngi Amerikaga 2014-yilda chiqqan. Ashta bo'lganda bu plan undan burun plan degan gap. Go'ngi bu planlarni bir yig'inda anglabdi. Yig'inda anglab, shuncha hayron qoldim deydi shu leksiyasining o'zida. Ashta bo'lg'ashqa meniki chet eldagi qarindoshlar degan bir gapim bor. Hozir faqat Amerikaga qarab baxsak, hozir o'rnidan midrab shu Uyg'urlarni qutqizish uchun bir ish qilay degan Uyg'urlarning soni 10%ga bormaydi. Butun Uyg'ur nüfusuniki ichida. Ahvol intan ichinishliq. Yaqindagi chet elliklar jiroq qo'zlayotdi hozir. Uyg'urlar yordam qilmizda. Uyg'urlarning ahvol yo'q. Nima ish qilsa, shu shahardagi yaqin tuqqanlarini ko'zlab boshlayapti. Az yezlardagi ahvollarni ancha bilish qiyin. Endi berib ahvolni ko'rganlar deydi. Tuqqanlarniki yerimidek yo'q deb o'lib ketdi deb sanayotganlar. Deb kelganlar bor. Endi mana shaharda tuqqanim bor deb jim yurayotganlarga deydigan gapim, Xudoyim sizlarni tuqqanlarini saqlasin. Lekin hozirgi matlarlarniki ahvolga qaragan chog'da keyin shaharlarda Uyg'ur qolmaydi. Mago'ngining magapiniki mazmuni shu. Endi 399 ni amalga oshirmoqchi deganniki ma'nosi bunday ekan. 99% yer ve baylıkni Xitoy kontrol qilish. Birinci 99. İkincisi, dinligi tava öy imarat qatorliq qurilmalarning 99%ni kompartiya uchun xizmat qildirish. İkinci 99. Üçüncüsü, Xitoyning 99 odami Sharq Turkistonning hamma narsalarini kontrol qilish. Go'ngi Jo'shu Hanzorin dedi. Ben 99% demdigin deb o'ylagan. 99 deb odam degan deb tushundim men uni gapini. Aşağıdaydı. 399'da. Bu şu Go'nginiki şu yig'indan xabar ekan. Uçur ekan. Anındaki yana bir uçuri Xitoy hukumatining burun qiraqligini 6 milyon Uyg'urni sulash. Ma bu 2014-yildan burungi gap ma bu. Go'ngi 2014-yilda chiqqan chetlarga. 6 milyon Uyg'urni sulash hamda birer milyon Uyg'ur o'lsin parvo qilmaslik. Bu ma gaplarni Go'ngi bir yig'inda anglagan ekan. Markazning bir yuqori darajali kadrlar yig'inda anglagan gap ekan. Ama video meniki Facebook'imda bor. Asli nusxasini bevosita anglab baxsanglar bo'ladi. Endi o'tganda mana chiqatim dedim Uyg'urlarni yigiz binolarni silib shu yerga ko'chirib deb. Bir qismi bu hozir qadar kelgan uchurlar asosan Qashqar Xotan taraflaridan kelyapti ko'chir shu yerda ahvoliga. Andan bir qismini shunday ko'chaga o'tiribdi. Yoqqa burun odamlar yashamaydigan yerlardagi binolarga. Bu binolarniki uyları hemmimiz o'xshash deydi. Her bir aileler için sanılan uy 60 kvadrat metr. İçindeki narsalarning hammasi o'xshash. Kuzatish asboblari hatta uylarning ichigacha o'rnatilgan. Xitoylar bu ishni shu yaqinqi 2 yil ichida amalga oshirib qo'yishni planlabdi. Shunga o'ylab bakqanlar 60 kvadrat metr uy, har bir oilaga berilgan uy. Ichida bularni davomli kuzatib turadigan qurilmalar bor. Uyg'urlarni mashtalarga ko'chirib qo'yish 2 yil plan bo'libdi hozir, 2 yil tugaydi ekan. Yangi o'ltiraq rayoni shahardan yiroq joy bo'lib, sirtqa, turmushqa ehtiyojli odatdagi narsalarni sotib oladigan do'konlar bor. Barliq aholilar sirtqa chiqsa, ruxsat bilan chiqadi. Bu binoning ichidan agar sirtqa chiqib, bir og'al chiqaman desangiz, ruxsat olib chiqadi ekansiz. Sizga ruxsat berdiganlar hamsi qurolli saqchilar deydi. Bu binolarni qurolli saqchilar beqib turdi. Demek bu aslidagi burungi an'anaviy turma emas, yangi shakldagi turma ekan. Turma sirtidagi turma. Shunga abaytin ben degandek Xitoylarningki plani turma, lager va turma sirtida mustaq turmalarning hammasini o'tirib o'tish. Bu mu shu yaqinda yuqori darajali rahbardan kelgan xabar. Hozir endi Xitoyniki iqtisodiy jihatdagi besimdek kuchaygan sari bu odamlarniki o'ldirilishi tezlashib turibdi. Buni shu yaqinda yetkazgan uchurdan keyin uchurning bir qismi endi.
Yaqında biz anlagan balalarning o'ldirilishi, bir akşamda nurg'un balalarning o'ldirilishi, andan ishkiriga yetkab odam o'ltirilayotgan ahvollar hammasi bir tutash aytilayotgan ishlar. Shunga ma uchurimni yaqinda keldi. Qashqar bilan Xotan'daki nüfusunun hozir 50%dan 70%gacha yo'q deydi. Hammasi lager turmalarga kirib ketgan. Lekin menga yomg'ir uchur keldi. Burun shu takil makonda ishlaydigan yuqori darajali bir ziyoli yaqin tuqqunni yetkazdik o'sharini. Shu 90-yillardami shu takil makonga qum tashuvga yo'qlar ishlarga borgan vaqtida aşağılarga nihayet ko'p binolarning silinayotganligini ko'rib ekan. Aşağı ishlayotgan kishilar. Hozir endi düşkün men oldingi videoda dedim, ularning bir qismi takil makonga yutkilib o'tibdi, aşağı o'tkazdi ularning bir qismini deb. Ehtimal shu burun silingan binolar o'sha hozirgidagi tarligi bo'lgan bo'lishi mumkin degan faraz o'tirib qo'yildi. Nima Jungo Köşeyen işlediğin Elşir Kurban degan bir inimiz batı, ben bunun sırtını böldüm. Üzüle alaqı bakmak, kuş bakmagan. Şu inimiz mi ekmek tuttu. O inimizin işte kumluktan selam tıkkılı ekan. Bana ondan koşup çıkıp kaldı bir kere. Andi makatım ben ilgili ahvallamışındak. Ahval bek eçinişlik. Ben izil turda deb kelyapman. Bizning ahvolimizda tüp o'zgarish yo'q. Bizga planlangan ziyon biz uchun bo'lgan ziyon bek cho'ng. Uyg'ur nüfusuniki 3dan 2 qismini yo'q etib, qog'alarni osma saqib, meyib qilib saqlab qilish. Bu Xitoyniki cho'ng plani. Ashta boshqa xalqaro besimning davomli mavjud bo'lib turishi hamda davomli kuchib menishi bo'lsa, ularniki bir tadbir elishi intayin muhim. İşte bu başka meniki arzuyum chet eldagi qarindoshlar quvvatga ishimizni to'xtatmasak, bo'lsa kuchaysek, bo'lsa ko'proq odam qo'zg'alsak, men bu burun deb o'tdim. Men bu din jihatimi hali izlangan. Alloh qanday insonlarga yordam qilganligi haqida hozir nurg'un qarindoshlar kecha kunduz duo qilyotdi. Lekin 90% nüfusimiz bildirmay turib duo qilganiki qiymati yo'q, ahmiyati yo'q. Masalan, bu din undaq narsa emas. Duo qilganlar Allohga. Azroq odam duo qilib qolganlar, parvo qilmay o'tsa, Alloh yordam qilgan ish yo'q, tarixi narsa kulib boqmagan. Shunga hozirmi jim yurayotgan qarindoshlar, ma yuqoridagi ahvollarga biroz ahamiyat beringlar. Bo'lsa qo'lingizda kelgan ishlarni qilinglar. Mayli aqliy jihatdan bo'lsin, moddiy jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin. Hozir ish qildiganlardan meni izlab kelayotganlar ko'payyapti, to'xtamay. Ular pul lozim. Agar o'zingni qilmasanglar, iqtisodiyot yordam qilsanglar bo'ladi. Facebookda men iyoni qilib qo'ydim. Hozir qadar iyoni qilgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Menga bu yaqinda Amerikalik Matt Tucker degan bir chet el qarindoshimiz bir faoliyat boshladi. Oq ko'k 19 degan. Oq ko'k degani bizniki Sharq Turkiston bayrog'ining rangi 19 degan gap 2019-yil degan gap mening bilishimcha. Har shanba kuni yolg'iz kishi bo'lsin mayli, işte ko'k mayka kiyib, Sharq Turkistonniki bayrog'ining rangidagi mayka kiyib, yolg'iz kishi bo'lsin mayli, shu dunyodagi cho'ng shaharlarda namoyish qilish. Mush tashabbusni o'tirib qo'yib, bu ishni boshlabdi. O'tib ketgan shanba kunlari dunyoning xilji xiyallarida namoyish bo'ldi. Kaliforniyaniki San Fransisko shahrida bo'ldi namoyish. Men bu ishlarni qilayotgan qarindoshlarga rahmat aytaman. Bo'lsa ko'proq qarindoshlar bu ishga ovoz qo'shgan bo'lsanglar, MITdagi singlimiz Maysam Mutallib menga bu ishni tavsiya qilgan. Mashina bir tilga qo'yishni shunga mashina qilaman. Bo'lsa hammamiz o'rtaq kuchaylik. Maqala deganki videolar ko'p bo'lib ketdi. Shu mazmunsal jihob ketdi. Kechiringlar, men imkon bor oz qilishga tirishaman. Sizlar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.